Shunchaki ishonamanki, har bir narsaning eng go'zali va eng xayrlisi bo'lishiga, har bir qiyinchilik ortida bir yengillik yashiringaniga. Nasib bo'lmagan narsa aslida bundan ham xayrlisi uchun saqlab qo'yilganiga. Nasib etgan har bir holat esa aynan men uchun eng to'g'ri ekaniga. Har bir kechikish ortida bir hikmat borligiga. Har bir duo o'z vaqtida qabul bo'lishiga. Sabr qilgan inson hech qachon qo'li bo'sh qolmasligiga va qalbdan so'rab Robbisiga omonat qilingan hech bir narsa aslo zoyi ketmasligiga ishonaman.